Greenleaf korporatsiyasining shvetsarskiy Cialox brendi ostida ishlab chiqarilgan tozalovchi skraboviy piling mahsulotimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Bu mahsulotimizni obzori video qismida ham joylashtirilgan, to'liq batafsil. Hozir yana shortsda ham joylashtirib ko'rsatmoqchiman. Bu mahsulotimiz oqartiruvchi, bir qavat o'lik hujayralarni tushirib beruvchi skraboviy piling bo'lib hisoblanadi. Qo'limning yaltirashini qarang. Blue Pointdan keyin afsuski shu Blue Pointni yuvib tashlashga majburman skraboviy piling bilan. Xo'p, mana shuncha miqdorda oldim. Bir qavat o'lik hujayrani tushirib, terini tozalab beradi. Aynan mana shunaqangi holatda surishingiz bilan mana shu nimalar kosmetika vositalarini ham tushirib beradi bu. Qolaversa, teridagi bir qavat o'lik hujayrani ham tozalab beradi. Buni ishlatgandan keyin yuvib tashlash kerak iliq suvda. Bu nima uchun kerak? Doimiy ravishda teridagi o'lik hujayrani yuvib, o'lik hujayra tushirilib turilsa, klesh degan husnbuzar kanasi yuzingizda paydo bo'lmaydi. Ya'ni demodekoz degan kasallik bor. Demodekoz aynan mana shu teri ostida yashovchi husnbuzar kanasi bo'lib, u o'sha o'lik hujayralar bilan oziqlanadi. Aynan mana shu o'lik hujayralar bilan oziqlangandan keyin yuzga juda ham ko'p ugrilar, toshmalar, har xil katta-katta husnbuzarlar toshib ketadi va eng yomoni yuzdagi poralar kengayishi sodir bo'ladi. Xuddi mana shu tarzda haftada 2-3 marta yuzdagi o'lik hujayralarni tushirib turish kerak. Hozir buni iliq suvda yuvib keyin ko'rsataman yana. Mana bu yuvgandan keyingi holat terini oqartirib ham beradi. Terim oqargani qanchalik darajada bilindi, bilmadim. Mana ikkita qo'lim bilan solishtiryapman. Bu terini nafaqat oqartirib beradi, qolaversa tozalagandan tashqari yumshoq, mayin tus ham beradi, ya'ni namlantirib ham beradi. Doimiy ravishda qo'llanganda yuz terisi toza bo'ladi, ugrilardan qutulasiz. Agar mabodo o'sha klesh bo'ladigan bo'lsa, kleshlardan ham qutulasiz va doimiy ishlatilsa, haftada 2-3 marta ishlatilsa agar mayda ajinlarni ham yoyib beradi. Tarkibida mana shunaqangi qo'zikorin borligi sababli aynan mana shu qo'zikorin teriga doimiy yoshlikni bag'ishlab turadi. Juda ham mayin bo'ladi teri, hech qanaqa namlantiruvchilar umuman kerak emas. Xuddi chaqaloqning terisiday bo'lib qoladi. Mana oqargani qanchalik bilindi bilmadim. Oqartirib ham beradi. Bundan keyin любой bitta qanaqadir bir pitательный kremlarni sursalaringiz agar bittada singadi teriga. Hammaga tavsiya qilaman. Nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham bemalol tavsiya qilaman.